o'lim konveyerlari yoki yahudiylarga qisman. Keyinchalik Gitler Germaniyasi tomonidan nafaqat Germaniyaning o'zida, balki Polsha, Chexoslovakiya va Sovet ittifoqi hududlarida barpo etilgan konslagerlar aynan shunday nom bilan atalgan. Bu nom mutlaqo o'rinli edi, chunki fashist Germaniyaning lager tizimidagi asosiy vazifa konslager mahbuslarini, ya'ni yahudiylarni ommaviy ravishda yo'q qilishdan iborat edi. Shunga mos ravishda bu o'lim fabrikalari uchun xizmat qiladigan xodimlar ham aynan shu maqsadga qarab tanlab olinardi. Bu natsist kadrlarda baxtsiz mahbuslarga nisbatan hatto eng kichik rahm-shafqatni ham his qilmaslik kerak edi. Ayol nazoratchilar va kuzatuvchilar natsistlarning konslager mahbuslarini yo'q qilish tizimining ajralmas qismiga aylangan. Adolf Gitlerning bu o'lim farishtalari o'z Führerining ishonchini to'liq oqlashdi. O'lim lagerlaridagi ayol nazoratchilarini ba'zan SS ayollari deb atashardi. Aslida bu qisman to'g'ri, biroq rasmiy jihatdan ular SS a'zosi hisoblanishmasdi, chunki bu ordenga ayollar qabul qilinmasdi. Lekin ular uchun maxsus atama o'ylab topilgan SS svitasi. Shunga qaramay ba'zi nemis ayollari SS unvonlarini ham olishgan. Masalan, Mariya Yirtqich laqabi bilan tanilgan Mariya Mandel, Auschwitz-Birkenau lagerining ayollari bo'limi boshlig'i, lager komendantidan keyingi ikkinchi shaxs edi. U SS Obersturmbannführer unvoniga ega bo'lgan. Lagerdagi barcha boshqa ayol nazoratchilar unga bo'ysunardi. Mariya Yirtqich laqabi uni to'liq oqlagan, chunki u ochiqdan-ochiq sadistka edi. Konslagerdagi bechora erkak va ayol mahbuslarga nisbatan zarracha ham rahm-shafqatni tan olmasdi. Aynan u mahbuslarning hayoti yoki o'limi taqdirini hal qilardi. Uning bo'ynida gaz kameralariga yuborilgan taxminan 500 million ayol va bolalarning o'limi bor. Mandel odamlar bilan, ya'ni yahudiy asirlar bilan xuddi hayvonlar kabi o'ynashni yaxshi ko'rardi. Bu dahshatli o'yinlar edi. U istalgan mahbusni, erkakmi, ayolmi, farqi yo'q, it, mushuk yoki boshqa hayvon rolini ijro etishga majbur qilardi. Tirik odam sakrab, echkidek ma'rab yurganida yoki ikki mahbus qo'chqor yoki buqani tasvirlab boshlarini urishtirishganida ayol chin dildan zavqlanardi. Bu tomosha ayolni zeriktirgach, majburiy aktyorlarning taqdiri faqat bitta bo'lardi va bu gaz kamerasi edi. Eng murakkab va shafqatsiz qiynoqlardan biri shundan iborat ediki, u ma'lum bir vaqt davomida mahbusga e'tibor ko'rsatardi. Masalan, uni hammomda yuvintirardi, chiroyli kiyintirardi, yaxshi ovqatlantirishni buyurardi. Mandel bechora mahbusga go'yoki onalaricha g'amxo'rlik qilishni boshlardi. Konslager dahshatlarini boshdan kechirgan, ammo kutilmaganda yana insoniy munosabat va hatto g'amxo'rlikni his qilgan odamlar bo'shashib qolishardi va hushyorlikni yo'qotishardi. Ana shunda eng dahshatli lahzalar boshlanardi. Bir kunda, bir zumda bu ertak tugaydi. Bo'shashgan va adashgan odamlarni eng shafqatsiz qiynoqlar, xo'rlashlar va kaltaklashlar kutardi. Mandel esa yana chin dildan zavqlanardi. Bir kuni yangi keltirilgan polyak yahudiylari orasida 5-6 yoshli bir bola ayolning ko'ziga tushdi. Mariya Yirtqich uni yoniga oldi, yuvintirdi, chiroyli kiyintirdi, boqdi va deyarli onalaricha g'amxo'rlik ko'rsatib, hamma joyga o'zi bilan olib bordi. Tashqaridan qaraganda go'yoki mehribon ona farzandi bilan sayr qilayotgandek tuyulardi. Ammo bir necha haftadan so'ng bola g'oyib bo'ldi. Ona rolini o'ynagan bu ayol qo'li qaltiramay bolani gaz kamerasiga yubordi. Mandelning qo'l ostidagi xodimlar ham o'z boshlig'idan qolishmasdi. Nazoratchi ayol Irma Grezze, go'zal maxluq yoki sariq sochli iblis, o'lim farishtasi kabi laqablar bilan tanilgan edi. U turli lagerlarda ishlagan, biroq aynan Auschwitzda Mandelning bevosita nazorati ostida tajriba oshirgan. Yoshgina qiz uchun bu lager tizimida juda muvaffaqiyatli martaba edi. Irma tashqi ko'rinishdan chiroyli, ammo ich-ichidan dahshatli mavjudot edi. Atiga 20 yoshli bu qiz istalgan darajadagi vahshiylikka qodir bo'lgan. Tirik qolgan mahbuslarning guvohliklariga ko'ra, Grezze lesbiyanka bo'lgan va chiroyli qizlarga alohida qiziqish bildirgan. Shu bilan birga navbatdagi ayol mahbusni majburan yaqinlikka undagan ekan. Shuningdek, yonida yalang'och erkak ham bo'lishini xohlardi. O'zining pastkash ehtiyojlarini qondirgach, sadistga Irma hech ikkilanmay ikkalasini ham o'ldirardi, aloqaga guvoh qolmasligi uchun.
Bundan tashqari Irma ham xuddi boshlig'i kabi mahbuslar bilan o'yin qilishni yoqtirardi. Uning eng sevimli o'yinlari ruletka edi. Lager mahbuslari jinsi farq qilmasdan arzimas ayblari uchun Irmadan taxminan 20 metr narida saf tizib qo'yilardi. Grezze stulga o'tirar, g'ilofdan to'pponchasini chiqarar, ko'zlarini bog'lardi. Shundan so'ng qiz qurolini chapga o'ngga harakatlantirib, stvolni mahbuslarga qaratardi. Hech kim u qachon tepkini bosishini bilmasdi. Xuddi shu hiylani u ba'zan ko'zini bog'lamasdan ham bajarardi. Chunki himoyasiz odamlarning qo'rquvini tomosha qilib, zavqlanishni yoqtirardi. Irma kamdan kam hollarda forma kiygan, ammo doimo og'ir etikda yurgan. Bir qo'lida qamchi, ikkinchi qo'lida esa yetaklab kelayotgan vahshiy it bo'lardi. Yo'lda unga biror ayol yoki erkak mahbus duch kelsa, u bir og'iz so'zsiz qamchi bilan savalay boshlardi. Mahbuslar esa zarbalardan qochishga va yuzini berkitishga urinardi. Bu esa nafsis ayolni yanada g'azablantirar, u etiklari bilan tepishga o'tar, so'ngra och itni mahbus tomon yo'naltirar edi. Tirik qolgan guvohlarning aytishicha, Irma og'ir etiklari bilan erkak mahbuslarning chot sohasiga tepishni yaxshi ko'rgan va bundan jabrlangan mahbusning azoblanishidan zavqlangan. Ammo bu uning ko'ngilochar mashg'ulotlaridan hammasi ham emasdi. Och bolalarni itlarga talatish ham uning sevimli mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Grezze bolalar bo'limiga bir stakan sut bilan kelib, hech narsadan shubhalanmayotgan bolani yoniga chaqirib, sutni qiz yoki o'g'il bolaga berib, bir necha qadam orqaga chekinardi va itlarni qo'yib yuborardi. Itlar esa bolalarni vahshiylarcha timtalab tashlardi. Yuqoridagi ikki nazoratchining yana bir hamkasbini ham eslab o'tmaslik mumkin emas. Ilza Koch, Frau Abauger laqabi bilan tanilgan. Ilza Koch Buchenwald konslageri komendanti Karl Kochning rafiqasi bo'lgan va bir vaqtning o'zida ushbu o'lim lagerining katta nazoratchisi ham edi. Shu sababli uni ba'zan Buchenwald jodigari deb ham atashardi. Koch tatuirovkalarga qiziqqan, albatta o'z tanasidagi tatuirovkaga emas. Ayol odamlarning tanasidagi tatuirovkalik teri bo'laklarini yoqtirardi. Eng ko'pi esa ana shu teridan tayyorlangan buyumlarni sevardi. Aynan shu sababli unga Frau Abauger laqabi berilgan edi. Agar lagerga chiroyli tatuirovkaga ega odam tushib qolsa, uning taqdiri oldindan hal bo'lgan hisoblanardi. Ilza Abauger avvaliga bo'lajak qurbon bilan bemalol suhbatlashishi mumkin edi. Tarjimon orqali hech narsadan shubhalanmayotgan bechora odamdan tatuirovkaning tarixi, qayerda va qanday sharoitda chizilgani haqida so'rardi. Shundan so'ng mahbusga ovqat berish to'xtatilar, faqatgina suv berilardi. Bu terini go'shtdan osonroq ajratish uchun edi. Keyin mahbusga zaharli ukol qilinar va Frau Abauger o'zining tatuirovkali teri parchalaridan iborat kolleksiyasini yana bir nodir eksponat bilan boyitardi. Lekin oxir-oqibat ular qo'lga olindi. Natsistlar Germaniyasida juda katta miqdordagi o'g'irlik o'lim jazosi bilan jazolangan. Shu sababli SS a'zosi Karl Kochni nemislarning o'zi otib tashlashdi. Balki u bilan birga uning qilmishlariga oid izlar ham tozalab yuborilgandir. Ularning ko'pchiligini og'ir jazo kutdi. Kimdir dorga osildi, kimdir esa umrbod qamoqqa hukm qilindi. Biroq ko'plari og'ir jazodan qutulib qolishga muvaffaq bo'ldi. Ular yengil hukmlar bilan cheklanib qolishdi. Mandel va Grezze esa dorga osildi. Sadist Koch esa dastlab 5 yil ham o'tirmay qamoqdan chiqarib yuborildi. Faqatgina jamoatchilikning kuchli noroziligi tufayli hukumat uning ishini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi va oxir-oqibat unga umrbod qamoq jazosi berildi. Gerta Botte esa 10 yilga hukm qilindi, ammo shundan atiga 6 yilni qamoqda o'tab chiqdi. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Gitler boshchiligidagi natsistlar rejimi 1933-yil, 1945-yillarda Germaniyada yahudiylarni tarixdagi eng dahshatli genotsid yoki tozalash Holokostga duchor qilgan. Holokost nima? Holokost bu Ikkinchi jahon urushi yillarida 1939-yil, 1945-yillarda Gitler boshchiligidagi natsistlar Germaniyasi tomonidan yahudiylarga qarshi uyushtirilgan operatsiyaning nomi. Yahudiylarga nisbatan bo'lgan qiynoqlar turli bosqichlarda amalga oshirilgan. 1935-yilga Nyurnberg qonunlari orqali yahudiylarning fuqarolik huquqlari bekor qilindi. Ular davlat xizmatidan, ta'limdan, tibbiyotdan chetlashtirildi. Yahudiylar ikkinchi darajali odam sifatida ko'rsatilib, ommadan ajratildi. Yahudiylarga qarshi targ'ibot, ommaviy matbuot va kinolarda olib borildi. Yahudiylarning bizneslari musodara qilindi. Ular mol-mulklaridan mahrum qilindi. Ularning pasportlariga maxsus belgi qo'yilib, erkin harakatlanish cheklab qo'yildi. Yahudiy bolalari maktablardan chiqarildi.
1938-yil Kristal kechasi Yahudiy do'konlari va uylar vayron qilindi. Minglab yahudiylar qamoqqa tashlandi. Ommaviy kaltaklash, tahqirlash va qotilliklar odatiy bo'lib qoldi. Yahudiylar majburan maxsus ajratilgan zonalarga ko'chirildi. Bu yerda esa ochlik, kasallik va qashshoqlik ataylab kuchaytirildi. Harakatlanish erkinligi bo'lmadi. Harbiy politsiya nazoratida yashashga majbur qilishdi. Yahudiylar ommaviy tarzda konslagerlarga, Auschwitz, Treblinka, Majdenek va boshqalarga yuborildi. Bu lagerlarda ular majburiy mehnat, qiynoq va tibbiy tajribalar qurboni bo'ldi. Millionlab odamlar gaz kameralarida, ochlikda yoki majburiy mehnatda halok bo'ldi. Ba'zi yahudiylar ustida shafqatsiz tibbiy tajribalar o'tkazildi. Muzlatish, yuqumli kasalliklar yuqtirish va dori testlari, jarrohlik amaliyotlari esa hushsiz holatda emas, balki to'g'ridan to'g'ri, trezvi holatda amalga oshirildi. Bu qiynoqlar odatiy hol bo'lib, odamlarni ruhiy va jismoniy ezishga qaratilgan edi. Umuman olganda Holokost davrida taxminan 6 million yahudiy o'ldirilgan. Bu insoniyat tarixidagi eng dahshatli genotsidlardan biri yoki hozirgi kun holatiga qarab gapiradigan bo'lsak, yaxshilikka bo'lgan ilk qadam va tozalash davri edi. Gitler yahudiylarni yo'q qilishni o'zining eng katta maqsadlaridan biri qilgan edi. Holokost davrida 6 million yahudiy yo'q qilindi. Bu insoniyat tarixidagi eng dahshatli tozalashlardan biri bo'ldi. Ammo tarixning paradoksal tomoni shundaki, Gitlerning bu qirg'ini oxir-oqibat yahudiylar uchun katta imkoniyat yaratib berdi. Gap shundaki, urushdan keyin Yevropada tirik qolgan yahudiylar o'zlarini xavfsiz his qilmadilar. Ularning eng katta orzusi o'z milliy davlatiga ega bo'lish edi. Holokostdan so'ng butun dunyo yahudiylarga katta hamdardlik bildirdi. Ayniqsa AQSh va Buyuk Britaniya kabi kuchli davlatlar ularni qo'llab-quvvatladi. Natijada 1947-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin hududini ikkiga bo'lish rejasini qabul qildi. Yahudiylar uchun Isroil davlati, arablar uchun Falastin davlati. 1948-yil 14-may kuni esa Isroil mustaqilligini e'lon qildi. Shu bilan birga yahudiylarning Yevropadan Falastinga ommaviy ko'chishi boshlandi. Qurolli guruhlar yordamida falastinliklarning katta qismi o'z yurtidan quvib chiqarila boshladi, to hozirgi kunga qadar. Bu voqea tarixda nakab, ya'ni falokat nomi bilan qoldi. Shunday qilib Gitler o'zi bilmagan holda yahudiylarning milliy orzusi amalga oshishiga sababchi bo'ldi. Uning qirg'ini xalqaro hamjamiyatni yahudiylarga davlat berishga undadi va Isroil davlati qisqa muddatda barpo etildi. Gitler islom diniga qanday qaragan? Gitlerning islom diniga munosabati murakkab va qarama-qarshi bo'lgan va o'zining asosiy mafkurasi nasroniylikdan ham, islomdan ham ko'ra natsist irqchilik g'oyalariga asoslangan edi. Lekin ayrim tarixiy manbalarda uning islom haqidagi qarashlari qayd etilgan. Gitler ba'zi suhbatlarida islom jangovar ruhli din ekanini aytgan. U islom intizom, qurbonlik va qat'iyatni targ'ib qilishni e'tirof etgan. Gitler aytgan mashhur gaplaridan biri, agar nemis xalqi xristianlik emas, balki islomni qabul qilganida dunyoni egallashi osonroq bo'lardi degan. Unga ko'ra islom jangchilari ruhlantiruvchi, kurashga undovchi kuchli mafkura bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi jahon urushi paytida Gitler musulmon davlatlari va xalqlarini o'zining tarafdori qilishga harakat qilgan. Masalan, u Falastin muftiyi Haj Amin al-Husayn bilan uchrashgan va yahudiylarga qarshi kurashda musulmonlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan. Natsistlar musulmonlarni, ayniqsa arab dunyosida o'zining siyosiy ittifoqchisi sifatida ko'rishga intilgan. Islomni u asosan foyda keltirishi mumkin bo'lgan qulay mafkura sifatida qadrlagan, lekin diniy jihatdan qabul qilmagan. Gitlerning islomga qarashi diniy e'tiqod emas, balki siyosiy va mafkuraviy manfaatlarga asoslangan edi. U islomni jangovar ruh va intizom beradigan kuch sifatida hurmat qilgan.